Qo'lisi oling. Ha? Nima haqqim yo'qmi? Yuring. Shu xarakterini yaxshi ko'raman-da bu qizni. Turing deman bitga. Ichib olganmisiz? Qara. So'ra o'tiring. Ano. Kecha qaytib ketdinglar? Oybek shuni so'ragan keldingizmi? Yo'q, qizuv deyman, qaytib ketdinglar kecha. Oybek men kecha hammasini tugatib ketdim, lekin sizga shu qizuvmi? Yo'q. Bir ketganinglarga Oybek, kecha men hamma narsaga nuqta qo'yib ketdim. Nimaga keldingiz? to'ydi-chi. Tugataman uni ham ertaga. Ha, значит, hali tugatmagansiz. Hali umidcha bor. Qara. Shu hamma palakatdan boshlading, to'g'rimi? Palakat? Ha, sevgimizni. Keyin shu tugatish mendan bo'lsin. Tugating. Maylimi? Bepul. Men ana akalaringni Voy, zo'r ish qilasiz, qiling. ha. Aytgancha. Bu aka siz bilan gaplashmasdi, to'g'rimi? Siz edi. Nima? Sizni tanlaganim uchun akam men bilan gaplashmaydilar. Ha, unda narigi meni yaxshi ko'rgan akangiz bor edi-yu, kachok takoy. Shunga qilamiz. Qarang, siz uzoq telefon qilasiz-da, men ketaveraman. Chunki ular chetda. Ha, iloji bor yani. Yo'q. Hozir Alkash. Adajon. Ha, Adam sizga yosh bola emaslar. Ichib olib yuradigan, uxlayotdilar. unda to'xtatgisi kelmayapti to'yda. Menga tegasanmi? Yo'q. Menga tegasanmi deyman senga. Ikki marta so'radingiz. Xo'p. G'ururli erkak bir marta so'radi-yu. Men g'ururimdan kechib sevgini tanlaganman. Lekin sen g'ururingizni sevgiga, sevgingizni bo'lsa kecha vijdoningizga almashtirdingiz. Yig'lama. Sevasanmi? Sevasanmi? Jichcha sevasan-ku. Aytgan tun nega seni eslatib o'tar har kun. Bugun sevgim tufayli holatim mahzun. Aytgan yana ne qilay sevgimiz uchun. Aytgan tun